220 tezligini ko'rib bitta qiziq savol keldi deymanga. Bu zavod bo'yicha standart qo'yilgan tezlik oxirgi. Lekin O'zbekiston ichida 60 tezligida 5-skorsda yurish qanchalik zararligini o'zi tushuntiradi. O'g'lim, zarar haqiqatan men gapirganim bilan hech kim menga quloq solmasa. Gapingga qo'shilaman, 60 tezlikda 5-skorsda yurganda zarar nima tomondan ko'rasan? Benzin rasud ko'rasan, korobka qizadi, miyasi ichidan qizib ketadi, и strushka yig'ish boshlaydi. Podshilniklar ishdan chiqish boshlaydi. Hozirgi kunda shu muammo avjiga olgan. Ya'ni nima demoqchiman? Buni zavod mutaxassislari ham juda yaxshi biladi. Ya'ni buni amaldorlar bilan kelishilgan holatda buni o'rganishmasdan, ya'ni 60 tezlikga tushirib qo'yishgan. Da, o'limni kamaytirish maqsadida, lekin bu yechim emas. Har bitta shofyor o'zi haydagani uchun, tezlikni oshirgani uchun o'zi javob beradi. Biza pogreshность so'raganmiz, konkretno. Bal sistemani olib kirishdan oldin, yo'llarni ta'minlab, keyin olib kirishdan oldin bizga pogreshность qilib berib, keyin bu bal sistemani kameralarni o'rnatishlari kerak edi. Afsuski, xalq manfaatini, ya'ni shofyorlar o'ylamasdan bal sistemani olib kirishdi, kameralarni ko'paytirib tashlashdi, lekin xalq bilan hech kimning ishi yo'q. Iltimos qilamiz amaldorlardan. Sizdan bitta iltimos, usta sifatida aytaman. Pogreshность masalasini ko'rib chiqinglar, iltimos sizdan.